Assalomu alaykum. Men Shavkat Hasan, 12 yillik tajribaga ega oila maslahatchisiman. Faoliyatim davomida mingdan ortiq oilalar bilan yuzma-yuz o'tirib suhbatlashganman. Ko'pchilik meni Instagram sahifam, alohida mavzu va nima gap podkasti orqali taniydi. Bugun siz bilan oila qurish va munosib juft topish haqida gaplashamiz. Bilasizmi, 2025-yilda 75 mingta oila ajrashish uchun ariza topshirgan ekan. Bu 150 mingta taqdir deganida. Agar biz ularni ota-onalarni ham qo'shadigan bo'lsak, qancha insonlarni ko'ngli xira bo'lgan. Aslini olganda hech kim ajrashaman degan niyatda oila qurmaydi. Hamma yaxshi niyatlar bilan to'y qiladi. Lekin nima uchun yildan yilga ajrashishlarning soni ko'payib bormoqda? Tajribamdan kelib chiqib aytaman. Ajrashishlarning eng katta sabablaridan bittasi noto'g'ri inson bilan oila qurib qo'yish. Afsuski, yoshlar uchrashuvga chiqqanda nima haqida gaplashishni bilmaydi. Uchrashuvga chiqqanda faqatgina qaddi-qomatiga qaraydi, qosh-ko'ziga qaraydi, otasining ish joyi va nasl nasabiga qaraydi. Lekin eng muhim savollar qolib ketadi. Bo'lajak turmush o'rtog'im qanday ota bo'ladi, qanday ona bo'ladi? Uning kelajak haqidagi tasavvurlari o'zi qanday? Hayotdagi maqsadlari, qiziqishlari, qadriyatlari nimadan iborat? Menga mos keladimi? Bunga jamiyatni bosimini ham qo'shadigan bo'lsak, ya'ni to'y qachon uylanasan, qachon turmushga chiqasan degan savollardan qochish uchun ham yoshlar shoshilinch qaror qabul qilishmoqda. Natijada esa bu qurilgan oilalar uzoqqa bormayapti. Biz bu holatni isloh bo'lishiga o'zimizni hissamizni qo'shmoqchimiz. Inson munosib juft topishi uchun eng avvalo o'zini anglab yetishligi kerak. Men kimman? Meni hayotdagi maqsadlarim, qiziqishlarim, qadriyatlarim nimadan iborat? Menga o'zi qanday inson kerak? O'ylaymanki, mana shundan keyingina inson o'ziga munosib juft topishi osonlashadi. Biz 6 oy davomida mana shu jarayonni osonlashtirib beradigan loyiha ustida ishladik. Tasavvur qiling, faqat jiddiy niyatdagi insonlar yig'ilgan va sizni talablaringizga, qadriyatlaringizga mos keladigan insonni topib beradigan ilova bo'lsa. Mana shu orzuni biz haqiqatga aylantirdik. Tanishing, nikoh ilovasi. Bu shunchaki tanishuv, vaqt o'tkazadigan, ko'ngil xushlik qiladigan joy emas. Bu faqatgina oila qurishga qaratilgan platforma. Bizning eng katta yutuqlarimizdan biri bu sun'iy intellekt imkoniyatlari. Bu orqali sizni talablaringiz, qiziqishlaringiz va qadriyatlaringizga mos kelgan nomzod tavsiya qilinadi. Vakillik tizimi orqali esa nafaqat nomzodlar, balki ularning yaqinlari va qavmi qarindoshlari ham bu ilovadan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Qadriyatlarimizda sovchi ustiga sovchi qo'ymaslik haqida aytiladi. Shu sababli ilovadan foydalanganingizda bir vaqtni o'zida faqat bir nomzod bilangina suhbatlasha olasiz. Agar bu nomzod sizga to'g'ri kelmasa, undan keyingi nomzod bilan suhbat qura olasiz. Bu chalg'ishni oldini oladi va niyat jiddiyligini ta'minlaydi. Ilovamizdagi xarita orqali siz nomzodlarni hududlar bo'yicha qidirishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda oila qurish, oilada sog'lom muhit bo'lishi, farzand tarbiyasi va kelajakda ajrashib ketishni oldini oladigan muhim bilimlar berib boriladi. Bizning maqsadimiz faqatgina insonlarni bir-biri bilan tanishtirish emas, balki baxtli, mehr-oqibatli, kelajakda ajrashib ketmaydigan mustahkam oila qurishga yordam berish. Nikoh, baxtli oila qurish sari ishonchli qadam. Ilovamizni hoziroq App Store va Play Market orqali yuklab oling.